Darsni davom ettiramiz. O'tgan safargi darsimizda xarid buyurtmasini omborga qabul qilishni ko'rib chiqqan edik. Bu darsimizda endi mijozga omborxonadan mahsulotni chiqarib yuborishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yana inventarizatsiya akkauntiga o'tib olamiz. Bizda umumiy ko'rinish qismida bu yoqda operatsiyalar bor. Operatsiyalarning ichida yetkazib berish buyurtmalariga kiramiz va yetkazib berish buyurtmalaridan bizga kerakli buyurtma tayyor turibdi. Ya'ni hop mijozga Medunion uchun sales order 33 bilan bog'langan hujjatda ekan. Hop, buni biz chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi omborxonadagi bizdagi xodim tasdiqlash tugmasini bosadi. Tasdiqlangandan keyin bizda omborxonadan chiqarib yuboriladi. Dedoxda yaratish degan bizda tugma bor. Bu tugma orqali biz yuk xati yaratishimiz mumkin. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri Dedox bilan ulangan Dedoxga yaratishni bosamiz va bizda kerakli ma'lumotlarni to'ldirib chiqishni so'raydi. Ya'ni ekspeditorni JSHR yoki STIR raqami terib chiqiladi. Kompaniyasi hop bizda JSHR xato kiritilgani uchun xatolik beryapti. Ya'ni bu JSHRda bizda ma'lumot yo'q. O'shaning uchun men hozir boshqa ma'lumot olishga harakat qilaman. Hop, ma'lumot topildi bizda. Hop, bizda JSHR kiritganimizda avtomatik ism, familiya va ma'lumotlarni chiqardi. Tekshiruvchi JSHRni ham kiritamiz, xuddi shuni. Hop, ism chiqardi. Agar bu yoqqa STIRni yozadigan bo'lsak, biror bir kompaniyasini, o'sha kompaniya STIR orqali nomlarini topadi. Buyurtmachi kim? Keling, buyurtmachi uchun ham shuni belgilab turamiz. Systems to'lovchi bizda xuddi shu odam va mashina raqami modeli Isuzu, haydovchini JSHR kiritildi. Mas'ul shaxs JSHR kiritiladi. Transport va javobgarlikdagi umumiy masofamiz 40 kilometr deb belgiladik. Yetkazish narxi 1 million so'm.
jami yetkazish narxi 1,200,000 so'm. Viloyat Buxoro viloyati. Yetkazish manzili Kogon shahri. Yuklash uzr, biroz noto'g'ri ketdi. Toshkent viloyati, Toshkent shahridan yakkasaroq tushirish viloyatimiz. Qashqadaryo deylik. Qashqadaryo viloyati tushirish manzili Medjinyo. Va saqlaymiz. Qoralama yaratish tugmasini bosamiz. Va bizda avtomatik TTN yaratildi va detoks hujjatlari qismiga o'tadigan bo'lsak, detoksni ochish tugmasini bosamiz. Va kalitni tanlab o'zimizga kerakli akkauntga kirishimiz mumkin detoks orqali. O'z akkauntimizga kirib olamiz va ekranda Odoo'da yaratgan TTN, ya'ni yuk xatimiz avtomatik chiqib turadi. Bizda shartnoma raqami, yuk xatini raqami, hujjat sanasi, shartnoma sanasi, barcha ma'lumotlar avtomatik olinadi va barchasi qo'yiladi. Tayyor. Bizda mana mahsulotimiz va uni tan narxi va bizdagi masofa 40 kilometrga 1 million so'm va yuk tashish narxi umumiy ko'rsatilgan. Va shu holatda avtomatik yaratiladi va omborxonadagi vazifalar tugaydi. Darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.